Assalomu alaykum. Qibray tumani axborot kutubxona markazida kitobxonlik haftaligining bugun 2-kuni 23-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan hamkorlikda bu jonim o'qigan kitoblar shiori ostida tadbirimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli davramiz qatnashchilari va bilimga chanqoq kitobsevar aziz bolajonlar. Qibray tumani axborot kutubxona markazi va Qibray tumani maktabgacha va maktab ta'limi hamkorligida kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilayotgan Bu jonim o'qigan kitob nomli tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Yaxshi bola maktabda o'qir doim a'loga, yomon bola o'qimay qolar boshi baloga. Shuning uchun o'rtoqjon mehring bergin kitobga, kitob seni o'rgatar, seni ilmu odobga. Jahonga so'zdan yaxshilik bunyod, bizga mayoq bo'lsin baxsh etib savat, avlodlar bizlardan olar sirrak, shunday rizo bo'lar temurday zo. İkincisini so'ymoqchi bo'libdi. Pichoq o'tmabdi. Uchinchisi nima uchun pichoq o'tmayapti-ya? Yorib ko'rsammikan? yerga bir urib, yorib qarasalar, ichi to'la tilla emish. Qolgan ikkitasini ham yorib ko'rishibdi. Ularning ichidan ham tilla chiqibdi. Kambag'al sevinib ketib, hammasini Unda tulki va laylak ikkalasi birgalikda do'st bo'lishibdi. Ular birgalikda yashay boshlashibdi. Shunda ularni yegani uyda hech narsasi qolmabdi. Bo'lmasa sen bilan bir nafasdan birga yashamayman. Chol nima qilarini bilmay qolibdi. Shunda kampir cholga shart qo'yibdi. Hoziroq qizingni o'rmonga olib borib, adashtirib kel. U bilan birga turmayman. Chol qizini adashtirib kelish uchun tog' toshlarni kesib bir o'rmonga boribdi. Qibray tumani axborot kutubxona markazi hamda Qibray tumani maktabgacha va maktab ta'limi hamkorligida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish maqsadida kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda faol ishtiroki uchun 23-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyatiga tashakkurnomani topshiramiz. Assalomu alaykum. Qibray tumanidagi 23-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga xush kelibsizlar. Mana bugun bizning tumanimizda kitobxonlik haftaligi o'tkazilayotgan ekan. Biz Qibray tumanidagi axborot markazi kutubxona markazi xodimlari bilan hamkorlikda shu tadbirni o'tkazdik. Tadbir juda ham yuqori saviyada o'tdi. Bolajonlarimiz o'zlari ertaklar sahnalashtirishdi, o'zbek milliy xalq ertaklaridan sahnalashtirishdi va shu axborot kutubxona markazlari xodimlari tomonidan ham juda ham boy taassurotlarga ega bo'lishdi bolajonlarimiz. Bolajonlarimizning kitobga mehri o'zgacha. Kitoblar o'qib beramiz va bolajonlarimiz bu ertaklarni juda ham sevib tinglashadi. Biz bu ertaklarni o'qiganimizda o'zimizga kiramiz, lirikalarga kiramiz va bolalarning qalbidan joy topishga harakat qilamiz.